Hurmatli obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Albatta, ko'rib turganlaringdek Qo'qon Moshina bozorida Nexia 1, Nexia 2 lardan bir boshdan ko'rsatib o'tdim. Videoga bitta like bosib qo'ying. Eng arzonlari va eng yangilaridan ko'rsatishni davom etaman. O'tgan videolarda chiqmaganlardan yangi videolarda ko'rish turibmiz. Gradus 40 gradus. Salqinda mazza qilib o'tirib, videolar ko'ring. Bitta podeshka uchun chiroyli kommentariy, like bosib qo'yinglar. Dushi rahmat, salomat bo'lasizlar. Hurmatli obunachilar, albatta Qo'qon bozoridamiz. Nexialar qatoriga kelganmiz. Bir boshdan Nexialar ko'rishda davom etamiz. 2001-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1dan 1.5 motorli, roller gidrolik metani bordan ko'rsatib o'taman. Metan yangi qo'yilgan shekilli aka. Moy rasxodlari yo'q, ha? Moy rasxodlari yo'q akalar. Motorda muammo yo'q. Balonlari endi sredniy ekan aka. Polilari, chexollari, barlari bor ekan. Qancha yurgan mashina aka? 586 ming. Tablo salmashgan, bilmayman qancha yurgan. Tablo ham almashgan, ha? Tekshirish kerak qancha yurgan. Orqasini ochib o'rasiz. Kalit ochiladi, ha? Temir metan qo'yib beramiz aka. Temir metan qo'yib berasiz, ha? Mana bu nima? Antennasi bor, olib tashlagan. Ha, olib tashlagansiz. Zapaskalari yo'q ekan, ha? Bo'ldi. Zapaska qo'yib berasiz, ha? Zapaska endi arzimagan 100 ming rat, to'g'rimi? Qo'yib beramiz. Nima kamchiligi Qo'ja, po'ja hamma yo'g'i bor akalar. Tayyor. Minishga tayyor qilib qo'yilgan mashinamiz akalar. Mana. Ayb yo'q, rasxod yo'q. Motor qilaman demaydi, to'g'rimi? Nech pul? 2000 dollar o'tib beramiz. 2000 dollar so'rayapsiz. Kami bor. Ichida oformleniyatsini ham o'tkazib beriladi, to'g'rimi? Gap bo'lishi mumkin emas. Motor, korobka, zadimos, zadimos, hadovoy joyda. Hadovoy joyda. Nech pulni ko'rdi bugun? Bugun 1,5 million bermadi aka. 1,5 ming dollar narx qilishdi, bermadingiz. Ustiga yursa sotiladi. Telefon nomer 77lik 374 374 61 61 61. Generalniy bo'ladi, ha? Qayerdagi mashina? Mashina qayerdagi? Samarqand. Samarqand. Siz hozir qayerda? Samarqanddami? Yo'q, Qudashdan. Chetdanmi? Generalniydamisiz? Yo'q. Nimadasiz? Nomidan chiqarilgan, sotgan, olgan odamga avtomat beramiz. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Qaranglar, variantga sotiladi deb qo'yibdi akalar. Yili 2000. Yili necha? 2003-yilda ishlab chiqarilgan, hurmatli obunachilar. Bitta ko'ringlar. Nexia 1, u nomer bas, to'g'rimi? Boshqa nomer. Video oxirida aytiladi akalar nomer. 1.5 konditsionerlar ishlaydimi? Ishlaydi. Rollari gidrolik ekan mana. Metani bor. Lux konditsioner akalar. Bitta ko'ringlar. Ma'qul kelsa, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Orqalari ham pechat. Mana holati. Mana chexol qilingan. Magnitofonlargacha bor, konditsionerlari bor ekanlar mana. Bitta ko'ringlar. Barlari hamma yo'g'i bor. To'g'ri, bagajmi? Metani bor. Zapaskalari bor ekan aka, ha? Dankarat, kulich, zapaska, metan hammasi bor ekan. Bu nechtalik? 90 talikmi? 80 talik. 250 yuradi, bemalol. Motor, korobkalari yaxshimi? Narxini qancha deyapsiz aka? 2800 dollar kami bor narx pulga. 1000 dollar puli borga kelisha olasizmi? Variantga kelishaveradi. 1000 dollar puli borga kelishaveraman deyapti. Telefon nomeringiz? 90lik 570 85 55 raqam chiqishaveradi. Narx qilishganmi? Savdo qilishdimi? Qancha qilishdi aka? 22. 2200 dollar narx qilishdi, bermadingiz. Ustiga yumalasa sotiladi. To'g'rimi? Qayerda mashinasi bu? Naymanchaniki. General beraman dedingiz, ha? Bo'ldi akalar, mana qo'ng'iroq qilib kelsangiz bo'ladi. 2015-yilda ishlab chiqarilgan akalar mana. Nexia 2 akalar. Ochib yuborasiz kapotda aka. Bu pastlatilgan ekan o'zi aka, ha? Kraskachi bunda qanaqa bu? 40% cha. Gibrid ekan akalar. Konditsionerlari ishlayapti menimcha. Rollar gidrolik 4-paketlar. Metanda akalar. Mashina ishlash. Oldilari butunmi? Ha? Oldilari butun. Oldidan nomiga udarimi, unaqa ichki-ko'chikdan strashniy. Ha, strashniy bas aka. Yurganichi buni? 460 ming yurgan. Oh, konditsioner ishlayapti.
Polilari qilingan akalar. Umidjon hozir men Ha. 4-chi paket metani. 4-paketli metani bor ekan, ha. 01 bu aka. Generalniy bo'ladimi? Temir metan. Mana tagi zapaskasi bor. Kuluchlar yo'q ekan, ha, lekin zapaskalar bor ekan. Paslatilgan ekanda bu. Ishqozlari bo'lsa mana tayyor. Paslatib qo'yilgan. Motor, korobka, hadoylarda ish yo'qmi? Qanchaga berasiz? Shu yarim so'rayapmiz aka, ketmoq. Qancha narx qilishdi? 3 qilishdi. 2015 yili akalar, $3000 narx qildi akalar. Telefon qilaverasizlar. Kelib, ko'rib, kraskalarni tekshirib olaveradi. Motorida, korobkalarda muammo yo'q. To'g'rimi? Generalniy bo'ladi. Yo'q, generalniy chiqmaydi. O'tkazib oladimi? 50 kelik ekanda bo'lmasa aka. Bo'ldi, telefon nomeringiz. 94lik 449 0020 raqam chiqishaveradi. Hozir qayerdiki? Siz qayerda? Qo'qondiki, bo'ldi. Tak, yili necha aka buni? 2010-yilda ishlab chiqarilgan. So'z gibrid. Roller gidreka, metani bor. Nexus 2000 aman deganlarga. Oldi almashganmi aka buni? Yo'q, almashmagan. Almashmagan, ha? Sidr o'ziniki. Sizlar o'ziniki. Motorda muammo bormi? Yo'q. Hadoylari-chi? Yo'q. Hadoylarcha bor. Balon yangi ekan, pashti. Tak, chexollari qilingan, poligi bor. Prostoy. To'g'rimi? Qancha yurgan endi aka bu endi? 350? 350 kilometr yurgan, chexollari, barlari bor ekan. Prostoy oddiy restorovka. Mana. 14 balon. Orqani oching endi aka. Kalt bilonchilar. Aha, mana. Mabodo ma'qul kelsa oq olaman deganlar bo'lsa, kelib ko'rib, minib. Qayerdagi edi o'zi aka bu? Oltiariqdagi mashina, ha? Temir metan. To'g'rimi? Tak, zapaskalari bor. Yangi ekan zapaskalari. Mana. Qaranglar akalar. Naqqa olaman deganlarga tushib beraman deyapti. 2010. Qancha qilib berasiz aka buni? 2010. 3. 2 ga kelisha olmaysizmi? Qanchaga kelishamiz? 3 kami bor, telefon urishimiz. Ha, endi siz muncha atrofida deb aytib qo'ysangiz, sizni bema'ni bezovta qilmaydi aka. 3 bor kami bor. 2000 puli bor ham chiqsa ham olaverasizmi ham? Qancha? 2,5 atrofidami? Variant demayapman men. Bozorga qarab aytayapman-da. Telefon nomeringiz? 91lik 681 99 45, ha? Kraskasi-chi buni? Eshiklarda necha foiz endi? 20, 15, 30% da, ha? 3000 qimmat aka, tushib berasiz 3 dan. To'g'rimi? Bo'ldi. Qayerdaki bu? Oltiariqdaki. Tak, 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Nima bu? O'zi qizartirilganmi aka? 1.6. Rollari gidreka metani boridan. Sportni qilinganmi endi bu aka? Aqlliydimi bu? Qani bitta eshitishchi ovozini aka? Ha, endi bir eshitib qo'ray aka, buni qiziqida qoni boradi o'ziga yarasha aka. Orillab turar ekansiz. Ana. Orqani ochib olavering, bo'ldi aka. Zadniy kameralari bor ekan. Nima bu yoqilg'i? Zapaska benzinda ekan mashina. Yo'q, gazi bor. Qani gazi? Kasetirganni kelib qo'yib yechib. Ha, kasetirgangizda. Bo'ldi. Bunida odam benzindan. Ha, nechta rasxod aka benzinda? 10 ta. 10 tami? Kuyapti, yuryapti, to'g'ri. Qancha yuradi? Yurgani qancha o'zi mashinani? 185 ming. 185 ming yurgan. Kraskasi? 30% kraska bor. Oldi orqa butun. Kecha oldi. Necha pul? 3800. Kam bor. Yili necha dedik? 2014. 14. 3800 orqa oldi butun. Ozmas kraskasi bor. 30%, to'g'rimi? Necha pul qilishdi aka? 3400 ham qildi. 3400 ga bermadingizmi aka? 3400 ga bermabdi akalar.
Endi mashinaning holatiga qarab kelishaverasizlar. Kelib minib ko'rib ma'qul kelsa, yana qo'shimcha naqd pul bilan kelsa, yana tushib ham berilaveradi aka. Naqd pul bilan kelsa, to'g'rimi? Telefon nomeringiz? 94lik. 94lik. 434 2004. Korobkalari Usulni qilingan. usulini qilingan. Motorlari ham shu yerda to'q. Motorlarni ham qilib qo'ygan. Motorigacha qilingan, ha? Qayerdagi o'zi bu asli? Yangi Qo'rg'on. Yangi Qo'rg'onniki. Generalniy bo'ladimi? Xohlasa bo'ladi, bo'lmasa ichib o'tib beramiz. 50 bo'ladi. 50 kellik bo'ladi, to'g'rimi? Bo'ldi. 99-yilda ishlab chiqarilgan mana. Nexia 1 bor, buni ham bitta ko'ringlar mana. Motor yaqinda bo'ldi. Motor yaqinda qilinganmi? Nima bu, metanmi? Ha, metan. Metani bor. Tagilari mana butun. Metan zapaskalarigacha bor. Ko'ringlar. Rasxoti nima buni endi? Brat? Rasxoti shu 4 ta balon. Yangi balon qo'yish kerak. Shu rasxot, ha? Atak boshqa rasxoti yo'q. Qani oldini ochingchi. Ko'rinishlar. O'zingiznikimi mashina aka? Ha. Yumagansiz ekan-da. Voy, nima tayyorlaganmi bozorga? Shunday mana chiqqan bitta ustuni. Sonstran biliyor. Rollari gidreyka metani bor. Bitta mo'yka qiladigan holatda ekan, ha. O'zinikimi bu? Ha. Yuyaganmi bu yonboshdan, ha? Yo'q. Bu almashmaganmi? Qanchaga berasiz buni? Endi siz ham olgansiz-da endi, ha? Men o'zimni mashina mana yurgan. 50 generalniy dasiz ekan, ha? Ha. Yo, Namangandamiz. Yo'q, shu. Necha pul? 2000 deyapsiz. 2000 deyapsiz. Biri 2 ga berasizmi naqqa? Qancha qilishdi bozor? 1.5. 1.5 mingga. Aka 1.5 ga 12 ta uni ko'rdingizmi? 8 ming 7 ming shuni beraman deyapti aka. Qaysi? Hozir mana o tarafda so'mka qil. Qaysi? 0.24 mi? Kelishtirib berasizmi aka? 1.5 ga bermadingizmi aka? Qo'shilsa beraman. Motor yaqinda qilinganda aka. Yili necha buni? 99. Yili borda, o'sha yil ushlayapti aka buni. Shu beraman-da, telefon qilasan, bro. Kelishamiz. Kelishasiz, to'g'rimi? Bot bilan to'yib ketarmidi? 100-200 ga qaramasdan o'tib borasiz. Telefon nomeringiz? 99 99lik 850 850 03 03 hozir motor qilingan. Motor Korobkalar joyida, hadovoy yaxshi. Hadovoyda jicha. Moyni almashtirgansiz. Bo'ldi aka. Aldaqa ortiqcha muammosi yo'q, to'g'rimi? Bilan ko'rsatib beraveramiz. Bo'ldi, o'tatyapsizmi? Bo'ldi. Bitta o'tatingchi. Mashinani aka 3000 ga deb turaverasiz, sotsangiz sotda uni. Ular realni soting. Bo'ldi. YouTube'da 2005-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1imiz bor, Dons. 1.5 motorda konsert ishlaydimi aka bunda? Remen qo'ysa ishlaydi. Remen qo'ysa ishlaydimi? Rollari gidreygan, ha? Tak, metani bor, 1.5 motorda. 2005 ekan, ha? Belgisida ham. Qani aka? Kraskasichi buni? Kraskalar bor. Bor, ha? Sho'lar, ammo oldan qiladi. Konditsionerga remen qo'ysa ishlaydi. Bo'ldi. Motorlari kerak. Avtomat qilgansizmi? Avtomat qilib qo'yilgan ekan akalar mana. Chexol, pollik hamma yo'q joyida. Rasxot yo'q, ha? Bu eshigimiz ochilmayapti. Kapot ochilarmish qilib? Qani? Ko'raychi? Yo'q, buning hali bittasi qattiq yo'q bordi, shundan ichini olib. Qisib qoldimi? Mana akalar. Nima bu endi bu Metani bor. 100 talik temir metani bor ekan, ha? Zapaska taglari nima bo'lgan ekan? Shumka bo'lgan ekan, ha? Patologiyacha shunga. Ha, patologiyacha bo'lgan. Patologiya bor. Ha. Chexollarni ham ko'ringlar ekan. Avtomat korobka, boplar. Shu, Lacetti avtomatmi? Ha, Lacetti drop. 8. Motor ham shunaqami? Yo'q, motor o'ziniki. Korobkani o'zi, ha? Bo'ldi. Nechi pul? Shuni tushib beraman. Tushdan tushib berasiz. Narx qilishdimi aka buni? Qilishdi. Qancha qilishdi? 2.5? Bermadingiz, ha? 2.5 ga bermadingizmi? Naqqa, ishtirga. Telefon nomer 94 94lik 328 328 0047. 0047. Olgandan keyin nima rasxot qiladi? Hech qanaqa faqat Hech qanaqa rasxot yo'q, ha? qo'yadi, benzin qo'yadi. Bo'ldi. Metanda qancha yuryapti bu? 270-280 km. 270-280 bemalol yuradi, ha? Ko'ringlar. Oliygohlar bo'lsa telefon qilib kelishvorsangiz bo'ladi. Qayerda mashinasi? Qo'qon shahar mashina. Generalniy bo'ladimi? General bo'ladi. 2009-yilda ishlab chiqarilgan akalar. Nexia 2 so'raganlar bo'lsa mana 791. Tak.
Sons gibridda ekan akalar. Belgisida ham 9 konditsionerlar bor. Rollari gidreyka, metanda shumkalar qilingan ekan mana. Ko'ringlar. Mana. Marasot qiladimi aka motor? Yo'q. Metkirma bo'lgan? Ozgina udar bo'lgan. Udar bo'lgan, ha? Bilinmaydi, ammo ha? Strashniy emas. Bo'ldi. Kraskasi necha foiz buni? Kraskasi bor ekan, uncha kalinkalari. Kraskasi, ha? Kraskasi bor. Qo'liklari elektronika ekan, oynaklari ham, ha? Amir ishlaydi mashina. Bo'ldi. Metani bor akalar. Zapaska endi topib beramiz endi 100 ming so'mga beradi-yu, ha? Taglari yaxshi akalar. Kulish nimalari bor. Mana. Bugun narx qilishdimi aka buni? Qancha yurgan o'zi bu? Mashina. 3,5 deyapmiz aka. 2800 qilishdi. 2800 dollarni ko'rdi. Berganingiz yo'q. Qancha atrofida chiqdi naqd puli bor? 9 ekan teng bo'lib. 3 150 shu o'ynayotganda rol menimcha aka, ha? Qayerdagi o'zi aka bu? 5 araqdagi. Generalniy bo'ladimi? Bo'ladi. O'zingiz minib yurganmi yo tirikchilikmi? Yo'q, o'zimiz minib. O'zlaring mingan, ha? Telefon nomer. 88lik 214 31 31. 28 ga bermadingiz? Yo'q, bermadim. Qo'shilsa sotiladi. Lekin narx bo'lsa kelishaverasiz. Bo'laverdi aka bozoringiz bizning. Akalar kimga qiziq bo'lsa, qo'ng'iroq qilib bemalol kelishib olsangiz bo'ladi. Tak, 2014-yilda ishlab chiqarilgan konditsionerlari bor, rollari gidreyka, 1.6 motor, metan qo'yib qo'yilgan, tayyor tombalarigacha yaxshi mana. 14 belgisida ham muorasxud qimidaqondan ko'rsataman akalar. To'g'ri tepam hoji aka, uyalib qolmayman metda. Yo'q, uyalib qolmayman. Xijolat bo'lmayman, ha. Balonlari ham yaxshi ekan. Mashina toza, ha. Yurgani qancha endi buni aka? Yurgani 300 ming. Multirol qo'yib qo'yibsiz bunga. Chixollar, barlari, magnitofonlari konditsioner ishlaydi. Multirol qo'yib qo'ygan. Cobalt rol bu adashmasam, ha? Cobalt rol. Mana. Tirik. Birdikimi u? O'shanga o'xshab ketakanda. Men bir trekker bir minmaganman-da aka, bilmayman uni. Cobalt mingaman, hali yoniga kurs kontrol qo'yadi-ku unga. O'shanda ko'rganman. Metani bor aka. Uni shumka. Tak, taglari ham shumka, dankarat, kuluch, zapaska. Mana tag ham shumka. Buni chirigini ko'rayotsangiz ham topa olmaysiz buni. Tiniq deyapsiz-ku, ha? Toza. Baholasa Uni shumka. shumkalargacha bo'lgan. Yaxshi Nexi 2 deganlarga to'g'ri yo'para qilinaveragan-da aka, ha? Mana. Yurgani qancha edi buni? Yurgani 300 ming. 300 ming yurgan. Necha pul qilib berasiz? 4800 dan shu beradi. 4800 dollar tushib beramiz. 5000, 5,5 ming narxida yaqinda ham, ha? Mana shunaqa. To'g'rimi? Nexia qaranglar mana tozasi teng bo'lib akalar 2014-yil 4400 dan 4800 dan tushib berasiz. Necha pul narx qilishdi? Hozir Savdosi. 4100. 4100. Shu men aytganlarim atrofida ekanda, ha? Mana shunaqa. Shunaqalarga. 4,5 pasida. 4100 tepasida. Kelishasiz. Kelishamiz. Va nimami? Barterga, variantga naqqa nimalarimiz bor? Faqat naq. Naqa. Faqat naq pul. Telefon nomer. Puli yetmasa bankka beraveramiz. Bank ham chiqadi, ha? 91lik. 91lik 666 14 02 raqam chiqishaveradi. Qayerdagi mashina? Farg'ona. Farg'ona generalniy bo'ladi, ha? Bo'ladi. Salomat bo'lasiz. Tak, 2003-yilda ishlab chiqargan bitta bo'lib turibdi-yu, ha, bozorda. Adenda qo'yib qo'ysiz uni aka. Baronlarni ko'ringlar akalar. Necha yil buni? 2003. Kraskasichi? Aka, svit bo'lgan. Asvijit bo'lgan aka. Ichiga o'tmagan bir tomchi. Bu pastlatilganmi aka? 15 o'rinda. Tak. Sidinalar Lasetti. Elektronika ekan. Tak, 5 konditsionerlisidan. Motorda muammo yo'q. Mana. Bu pastlaganchilargacha boraganda aka. Qani orqani ham ochingchi. Mana. Temir metan. Zapaskalari bor akalar. Aka, ichida bir tomchi kraskasi yo'q. Ichkisi yo'q. Kraskasi yo'q. Radnoy kraskada. Ular yo'q. Mana. Kojada akalar, oliyda qollar, telefon qilinglar. Chiroq narxda qilib berasiz aka. Motorni ham bir ko'raychi. Olti ekan, ha? Ha? 3 ekan, ha? 3. Son stramblyor, rollari gidreyka, metani bor. Ustida o'ziniki, ha? Ha, o'zi dadli pechat. Moy yoqmaydimi? Ha, yo'q. Marasot yo'q. Necha pul qilib berasiz? Aka, bo'lari 25 dan. 2,5 ming dollar bo'lar. Bo'lari. Kami yo'q. Qancha narx qilishdi aka bozor? 2350 qilishdi. 2350 dollar narx qilishdi, bermadingiz. Bo'lmadi.
suti go'rsa sotiladi. Chipcha tushib berasiz, endi Afsona TVdan chiqdim aka desak, bir kanalda hurmatidan tushib berasizmi aka? Hechchasini xudo beradi. Zato sotasiz. Keladi, ko'radi, minib ko'radi. Ma'qul kelsa ustasi bilan minib ketadi endi aka. Qayerda ketdingiz buni? Qo'qon shahardik. Generalni qilib beraman deysiz, telefon nomeringiz? 91lik 109 109 44 44 00 00 raqamni chiqaradi.